Nima uchun Ramazon oyida ro'za tutayotgan qizlarimizda hayz sikli buzilishi kuzatiladi? Shu oy davomida juda ham ko'p qizlarimiz bu shikoyat bilan murojaat qilib kelishdi. Birinchi o'rinda bizning organizmimizdagi insulin gormon hozirgi ovqatlanish sharoitida juda ham ko'p kishida baland hisoblanadi. Ro'za esa bu insulin gormonni tushishiga sabab bo'ladi. Ya'ni organizmimizdagi gormonlar normallashadi. Bunday holatda ham hayz sikli buzilish kuzatilishi mumkin. Ikkinchi o'rinda esa buqoq bezlari. Buqoq bezi och qolishni yomon ko'radi. Shuning uchun ham bu bezdagi gormonlar o'ynash hisobiga hayz buziladi. Uchinchi o'rinda defitsitlar. Agarda sizning organizmingizda qandaydir defitsitlar bo'lsa, masalan, anemiya holati, bu holat kuchayganligi hisobiga ham sizda gormonal o'zgarishi kuchayib, hayz sikli buzilishiga olib kelishi mumkin. Agarda sizning hayzingiz ro'za tutib tugatgandan so'ng normallashmasa, albatta o'z defitsitlaringizni normaga solishingizni maslahat beraman.